Xudo bizga kuchimiz yetmaydigan narsani talab qilmagan, Xudo yuklamagan. Baqara surasida Alloh aytib qo'ygan, ochiq aytib qo'ygan. Men bandalarimni toqat yetadigan narsalarga buyurganman deydi. Toqat yetadigan narsalarda ularga taklif qilganman deydi. Ya'ni bu degani Xudo bizni qiynamadi, bizni yaxshi ko'radi. Mana yaxshi ko'rganimiz uchun 4 kilo karchkani ko'tarib kelsak, 2 yashar bolamiz dadajon menga bering ko'tarib desa yo'q deymiz. Qizg'anib, yomon ko'rganimizdan emas. Bersak, qo'lidan tushib ketib oyog'iga tushadi yo beli travma olishi mumkin. Chunki 2,5 yashar bolaga 4 kilo yuk og'ir. Bo'pti deb bir tomonni bersak ham, lekin asosiy yukni o'zimiz ko'taramiz. Nimaga? Bolamizni yaxshi ko'rganligimiz uchun. Biz bolamizni qancha miqdorda yaxshi ko'rsak, Alloh undan million barobar ko'p bizni yaxshi ko'radi. Shuning uchun Xudo bizni yaxshi ko'rganligi uchun o'z dini bo'lgan islomda Alloh bizni qiynamadi. Qiyin narsa yo'q dinimizda. Siz uchun qiyin tuyulayotgan narsa u qiyin emas, siz dangasasiz. Biz uchun qiyin bo'lgan hayotdagi narsalarni hech kim o'rgatmasa ham mana bugun o'rganyapmiz. U telefon funksiyasi kichkina narsa emas bu. Hozir ichilaringda papka ichiga kirib turib, Telegramda ichidagi narsalarni udalit qilish kerak bo'lsa, programmachilar bilmagan narsani bilyapmiz-ku. Aybim ochilib qolmasin, bu rasmni ko'rib qolmasin. Yo mana bu qolmasin. Misol demoqchiman. Lekin namoz va dinimizdagi qaysidir buyruqlar, ular dinimiz bundan yengil narsa. Kimiyani tushunmasligimiz mumkin. Fizikani tushunmasligimiz mumkin, astronomiyani tushunmasligimiz mumkin, lekin dinda cho'lda tug'ilib, cho'lda o'sib, cho'lda yashagan bola ham tushunadi. Dunyoga bir marta kelamiz, bir marta keladigan dunyoda mazza qilib, halol, pok, chiroyli, o'sha ichib, chekib, yomon yo'llarga sarflaydigan pulimizni uyimizga go'sh olib kiraylik, sharoit qilaylik. Jiyanlarimizga bir pufay olib kirib oling, ikkita korobkada 200 mingga. Mazza qilib ishirib portlat o'ynasin. Lekin bugun biz umuman hayotimizda biz uchun berilgan, o tepada aytdim-ku, Alloh bizga bergan ne'matlarni yomonlik qilsin deb bermagan, yaxshilik qilsin deb bergan. Bugun mana siz o'zingiz bilasiz, men o'zimni bilaman, o'rtoqlaringizni bilasiz. O'zlaringni yurish-turishlaring, uyga kirgandagi yolg'iz qolganda internetda nima ko'rayotganligimiz, samovarda oshda o'tirib Yattabatta oshda o'tirganda nima haqida gaplashayotganlaring, bir-birlaringga nimani jo'natayotganlaring, sinfdoshlar guruh ochib olgansizlar, oshdanglar guruh ochib olgansizlar, gruppalarda nimalar aylanayotganini biling, siz o'sha odamsiz. Munofiq yomon odamning telefoni hamma narsa bo'ladi ichida. Qur'on ham bo'ladi, masala ham bo'ladi, haligi XX lar ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Nimaga munofiqda u? Hamma yo'q moslashaveradi. Problemaga kirib qolsalar, Qur'on eshitib qoladilar, darro'da boshqa do'ppiniki duo qilib qoladilar, jaynamoz ustida o'tiradilar. Problema yechilgandan keyin bo'ldi, do'ppilar g'itiladi, jaynamoz taklab qo'yiladi, yana o'sha yurilaveradi eski holat. Bu kim bu? Bu mashina haqiqiy arablarda munofiq deydi, o'zbeklarda 200lama deydi. Buni bo'lmasligimiz kerak. Xudoyimiz bizga faqat muammo payti kerak. Yer qimirlaganda la ilaha illallohni emgalab chiqamiz. Birortaning qoraga chiqib oling demaysiz, birortangiz. Damingizni oling desa, qarab yuguriladi. Biz endi yer qimirlaganda la ilaha illalloh deyishimiz kerak. Pul sanaganingizdan keyin ham la ilaha illalloh deying. Qadar buyuk zotsan, bittasan sen Robbim. Sandaqasi yo'q. Sen bittasan, valam yakullahu kufuwan ahadun. Senga hech kim teng kela olmaydi. Chiroyda ham, pulda ham, aql, bilim, shunaqangi mana zo'r Robbim bordi, biz Robbimiz bilan faxrlanishimiz kerak. Faxrlanish shu, Robbimizni biz tanishimiz kerak. Xudosini tanimagan odam yomon odam bo'ladi. Agar tanib qolsak, ikki xil ma'noda siz bilan men yomon ish qilmay qo'yamiz. Bittasi, agar Robbimiz Alloh tanib qolsak, uyalib qolamiz yomon ish qilgan. Qaysi bet bilan yomon ish qilasan deymiz. Yo'qdan bor qilgan shuncha narsani yog'dirib berib yuborgan Robbimga men yomon ish qilaman yo men betimni uyataman deymiz. Ikkinchisi, Robbini tanib qolsang qo'rqib qolasan deydi. Tasavvur qiling, hozir mana shu planeta havoda turibdi.
Nima ushlab turibdi? Mana savol sizga. Kalla oladimi shu? Mo'jiza degani seni kallang olmaydigan ish degani. Mana bunday o'ylang, hozir men ichlayindir, rosa mana shu eng zo'rlang turing, men bitta baklashgan qopqog'ini beraman, havoga qo'yalarmikinsiz. Sizga emas, menga emas, pista po'chadi qo'yib qo'yamiz havoga. Lekin Alloh planetani havoga qo'yib qo'ydi. Va kullun fi falakin yasbahun, osmonda hamma narsa suzib yuradi deyapti Xudo. Siz bilan men yashab turgan bu yer planetasi kerak bo'lsa katta fura bor-ku, furani oldiga bitta bu kunjutdan olib oling, bu non ustiga kunjutdan. Furani oldiga olib boring. Furani oldida kunjut qana bo'lib qoladi. Yer planetamiz shuna bo'lib qoladi, shuna katta narsalar bor, jismlar bor osmonda. Shular ham havoda yuradi, havoda turadi. Bugun biz telefonni megapikselni maqtayotibmiz. Yo bitta yangi telefonimiz ichidagi programmasini maqtayotibmiz. Yo mayli, gap yo'q unisiga. Lekin Alloh kim maqtaydi? Mana bitta tormozni urug'ini oling, butun tormozga yopishtiring. Qancha farq qiladi? Necha ming barobar katta urug'dan. Lekin o'sha 3 ta bitta urug'dan 3 ta 4 ta tormoz chiqadi. Bunga tan bermasdan biz telefonga tan beryapmiz. Oldi ekrani zo'r olar ekanmiz selfisini. Ko'zni megapikselini kim maqtaydi? Insonning ichidagi funksiyalarni kim maqtaydi? Shuna funksiyasi bor ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb maqtayotibmiz. Yo mashinamizni qatndir maqtay. Odamning funksiyasini bunday o'ylab ko'ringchi. Mana hozir nimadirlar yedik. Biz ichimizda mexanizm, buyrak, jigar. Agar jichcha o'zini ishini qilmasin, buyrak jichcha o'zini ishini qilmasin-da, odam 2 soatda sarg'ayib ishib ketadi. Kim buni maqtaydi? Kim buni shukrini ado qiladi? Men sizni bir joyga tashab qo'ysam, aka rahmat demasangiz, men sizdan xafa bo'laman-da. Bu Xudo ekan, rahmat ham demadi deyman. Endi Xudoga biz rahmat demaymiz. Rahmat Xudoning o'ziniki-ku. Endi biz Xudoga shukr deymiz. Uni shukri nima? Masalan, mana a'zoda o'zimiz oladigan bo'lsa, shu a'zoing zo'rmisan, sog'misan, endi shu a'zoing bilan gunoh qilma, jinoyat qilma, yomon ish qilma. Aytdimki, Xudo ko'zimizni begona ayollarga qarash uchun bermagan. Qani begona ayolga qaramaydigan bola? Yo'q. Men kafolat beraman. Gapirayotgan mendan boshqa eshitayotgan, hammamizni qiynayotgan muammo shu. Oddiy mo'yka qilsak, mashinamizni balchiqdan, suvdan saqlayapmiz. 15 millik mo'yka. Ya bu ko'chaga kirmayman, mo'yka qilganman, yo suv sepilgan joyda sekin o'tyapmiz. Taqvoda shuni aytadi-da. Bu degani mashinasini mo'ykasini saqlash degani emas, taqvo degani. O'sha suv bo'lsa, haligi mashina biz bo'lsak, haligi suv haligi yo'lda bizga uchraydigan harom ishlar. Bitta oddiy mashinamizni chuqurga tushmasin deb saqlaymiz. Nimaga bugun biz o'zimizni chuqur bo'lgan do'zaxga tushmasin deb nimaga bugun o'zimizni saqlamayapmiz? Ro'paringizdan kelsa qaraversangiz, u ro'parasidan emas. Mashinada o'tirsa kerak bo'lsa, o'girilib mashina ichiga qarayapti, odamning g'ashiga tegib. Eng madaniyatsiz odam birovning mashinasining ichiga qaraydi. Eng madaniyatsiz odam birovning telefonini beruxsat tutadi ichini. Eng madaniyatsiz inson birovning uyiga qaraydi. Islom bu madaniyat, islom bu tarbiya, islom bu fahm, farosat, islom bu odob. Agar shu mana odob, axloq, madaniyat, tarbiya, fahm, farosat, o'sha estetikasi, etikasi, kulturasi bo'lmagan odam bu chala musulmonda, u bu musulmon hisoblanmaydi u. So'kinaversa, yolg'on gapiraversa, birovni aldaversa, uraversa, xohlagan paytda uxlaversa, qana xolasa pul topaversa, u qani musulmonchilik? Nomi musulmon. Hali achchiqbas qalampirga o'xshaydi. Ko'rinishi qalampir, tishlasangiz achchiqbas. Qalampirmi tishlaganingizda bo'g'ib qo'ysin tomog'ingiz. Musulmonmi? Musulmon bo'lsin. Tamom. Sotyaptimi? Aldamasin. Olyaptimi? Aldamasin. Ko'rishyaptimi? Kibr qilmasin. Kibr qilib ko'rishdim, bo'ldi, bu shuni qaytib ko'rishmayman bilan. Bor deyim, aka yo uka damingni olsan deyim. Senga xayp ekan bu qo'l deyim. Men yaxshi ko'rsam qo'lingni uchini beryapsan. Kim bo'lsang u uyingdagilarga qilasan katta ketishingni, demaysizmi shuni? Hurmat qiladiganni mensimaymiz. Bizni mensimaganda yugurib borib mulozamat qilamiz. Kim u? O'ziga kim bo'lsa ham shuna fikrda bo'lish kerak. Nimaga sizga qo'lini uchini bersa, siz nimaga unga mulozamat qilasiz? Urushqoq bo'lsa o'ziga, boy bo'lsa o'ziga, pochchasi biror joyda ishlasa, u ham o'ziga. Mana shu narsani siz bilan men qachon yo'lga qo'yamiz?
bir tiyinga olmaydiganda hamma yugurib borib ko'rishadi. Hammani hurmat qiladiganda bir ko'rishganda telefoniga qarab, bunday qilib qo'yadi. Bo'ldi shu. Bu ish emas bu. Rasululloh alayhissalom bizga uni ta'lim bermadilar. Rasululloh alayhissalom nechta odam bilan ko'rishsalar hammasi Rasululloh alayhissalom hammadan ko'ra meni yaxshi ko'rar ekanlar deb o'ylar ekan. 10 ta bo'lsa 10 50 ta bo'lsa 50 tasi. Shunaqangi bir samimiy ko'rishganlar hamma bilan. Bugun biz 4 kishi bilan 4 xil ko'rishyapmiz. Boy bilan, urushqoq bilan, kambag'al bilan, oddiy odam bilan, boshqacha har xil. Odamlarni sortlaydigan bo'lib qoldik. Bu bugun biz o'sha tugaganimiz bo'ladi ummat.